Strawberry House insonlarga emotsiya ulashuvchi kompaniya hisoblanadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Komil. Strawberry House kompaniyasida operatsioniy direktor lavozimida ishlab kelmoqdaman. ProSales kompaniyasi bilan hamkorligimizdan oldin bizda sotuv bo'yicha bir necha muammolar bor edi. Bulardan konversiya 5-8% bo'lardi. Sotuv bo'limida холодный звонокlar bo'lmas edi, отдел zabuta yo'q edi. Keyin oylik planlarimizni yopa olmasdik. ProSales bilan birgalikda sotuv bo'limini tubdan o'zgartirdik. Konversiyani 20% ga ko'tardik. 4 oy hamkorlik qilgan bo'lsak, o'tgan yilgi shu 4 oyligiga nisbatan 63% suvdamiz ko'tarildi. Mart oyida esa o'tgan yilgi mart oyiga nisbatan 98-75% ga suvdamiz tushumimiz oshdi. Sarvar aka Zayniddinov va ProSales jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agarda sizda sotuv bilan muammolar bo'lsa, sotuv bo'limini tizimlashtirish bo'lsa, konversiyalarni oshirish kerak bo'lsa, ProSales kompaniyasini tavsiya qilamiz.